Arashan qo'chqonlarida mana urug'likka naslga tayyorlangan variantlar agar 60 bosh bor, videoga like bosib qo'yasizlar. Qashli dehqonchilarga 1 yildan beri xudo xolasa boqib o'tirgan qo'chqonlar. Dostonbek ukamizning qo'ylari mana. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari. Bugun haftaning yakshanba kuni xudo xolasa 19-iyul 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Dostonbek ukamizni qo'ralarini kiyamiz. O'tgan yil ham xuddi shunaqa paytda chiqargandik. Bu yil ham xudo xolasa o'tgan yil olingan qo'zlar mana ikkitishga chiqqan, urug'ga tayyor bo'lgan 60 bosh bor, shularni chiqarib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rasiz. Urug'lik qo'chqonlarda akalar 7-8 millionlik ham bor. Xudo xolasa puli yengillardan bor. Oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa narxi o'ta arzon. Ukamizga arzon kelgan o'sha paytda mana urug'likka ham xudo xolasa arzon qo'yib berdik. 1,5 ming, 1,200, 2,000 dollar emas. Dostonbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka. Dehqonchilik yo'lda qilib berasan, Alloh baraka bersin. Xudo xolasa, like bosib tursin, qo'chqorlarni zo'rini chiqarib beramiz. Xudo xolasa, narxini ham qulay qilib beramiz, aka. Quloq desangiz bor, oq kalla, oq yuz, dumbar adres, bo'ylari agina 1 metrga tortib ketadi, xudo xolasa. Garbonoz, liniya hamma yo'q kelgan, aka. Shu toza Qirg'iziston qo'chqorlarida o'zimiz terib, saralab tashlaganmiz. Mana agina, mana qo'ylarimiz akalar 90 dan kichkina emas, kichinasi ham 90 dan baland. Birinchi partiya nechta Dostonbek? Birinchi partiyaga aka 18 bosh, mana qo'chqorlar aka. Arpani ham ukamiz sovutib qo'ygan akalar, mana yurib turgan qo'ylar. Xudo xolasa sovigan 18 ta soni. İçiş bizdimi? Endi to'ldiryapti ekan, ha? Qeshayib turib, endi to'ldiryapti ekan. Birinchi partiyamizga 18 ta. Birinchi partiyaga 18 ta aka. 90, 95, 97 santimetrli qo'chqonlar akalar bilan naslga. Pulini arzon beraman dedi Dostonbek, xudo xolasa. Ikkitish ekan, ha? Xudo xolasa narxini qulay qilib beraman aka bular. Urug'ga naslga olaman degan yangi boshlagan akalarimizga mana addush tavsiya qilaman. Bu hali sog'liqqa qo'shilsa 4-6 gacha 1 metrdan o'tib ketadi. So'yib bersangiz ham bor, keyin boqib turib, urug'ini olib boqib so'yib bersangiz ham mana olgan pulingizni. Mana elikda hoji aka mana. Jonivor. Buni xudo xolasa mana endi ichish to'ldiryapti. Haliga bitta ikkita qilib chiqarmaganmiz sababi hoji aka. Ikkita uchta qilib turib kallasini silab uni narxini ko'tarib olish emas maqsad. Sotishning? Maqsad sotish mana quloq. Soni ko'p ekan akalar. Quloqmi? Boshqa narsa mana. 50lar. Buni ham kishini ochib. Endi tashabdi, maşallah. Qo'ylar yaxshi sovutibsiz-a? Qo'ylar sovugan hoji aka. Xudo xolasa, hop. Nimasiga ishqoziga beramiz buni, xudo xolasa. Kelishtirib, yengil qilib beramiz. Qancha qilib berasiz? Bo'ladiganini ayting. Optimga qanchadan tanlab olsa, qanchadan? Ichida bir dona oqidan bor. Oq ishqozlari. Oqam juda katta ekanda. Metrda o'tib ketadi akalar mana. Ukamizga kuch yetmayapti. Yeplamam olmayapti. Ikkitish ochmay qo'ying bo'ldi. Biz hammasi ikkitish qo'chqonlar ham bilinib turibdi-yu. Bo'ylari 95 plus minusda hoji aka. Shunaqa. 1 metrlisi ham bo'lishi mumkin ichida, lekin hali 5-4 santda pastroqqa beraylik. Sababi olgan odam baraka topsin. 95 plus minus to'g'ri. Qo'chqonlar sog'lom, g'ubori yo'q aka, yeb ichiga garantiya. Dastlabki akalar Samarqandgacha optimosiz qilib beriladi. Bitta oladigan ham telefon qilib o'zi buni bitta ikkita olinadi akalar. Qanchadan endi? Samarqand emas, Buxorogacha dastlabkasi bepul. Besplatni e'tibor hoji aka. Buxorogacha. O'tgan safar ham chiqardik bu. 3-potokma chiqarishimiz hoji aka. Qo'ylardi. O'zi nechta tashodingiz? Qo'ylar bir 200 taga yaqin edi. Mana qo'ylar qarang. Tallani qarang aka. Stoyka hamma yo'q kelgan, o'zimizcha saralab injiqlik bilan terib tashlaganmiz qo'chqorlar hoji aka. Kelib jivoy ko'rish kerak akalar bularda. Jivoy ko'rsangiz xudo xolasa yoqadi. Qancha kelib ko'rishsa, xudo xolasa hoji aka. Eldan kerak bo'lsa 5 million, 4 million arzon qilib beraman hoji aka. Xudo xolasa. Har bitta qo'ydan. Hammasini, ha? Ha, kelishaveradi. Sababi bizga dehqonchilik. Go'shiga akalar to'g'rilab berishadi pastga. Ayting bir joyga endi. Bir joyga olishadigan bo'lsa hoji aka buni 1,5 mingdan berishadi, 2 mingdan o 25 million, 20 millionga yo'q narxlarni gapirmaymiz. Bo'ladigan senani gapiramiz hoji aka, maqsad soch. Qo'ylarni ham o'zimizni ham qiynamaylik issiqda. Hammani bir joyda olsa 12 million so'mdan beraman. 12 milliondan. Ha. 12 million so'mdan bir joyga ekan. Lekin bu qo'yda ichida bitta ikkitalarni ushab ona qilsa, o baland summada qo'chqorlar bor hoji aka. 12 dan emas, bir joyga yo'lida qiling, sal jichingina tushib bering. O'z yaxshi narx aytdim hoji aka. Narx zo'r. Obunachilar yangi qiziq. Shunchada 3-potok chiqarishim hoji aka, olgan odamlar bor, hammasi rahmat aytishyapti hoji aka. Rahmat deydigan bo'lar ekan, yeriga xohlasa
Rahmatini aytadigan qo'chqorlar. 12 milliondan tanlab olsin. Hop, Optimga o'tib bering. qanchadan? 500 ming o'tib beraymi Optimga? Mayda-chuda qilib endi buni 100 ming o'tib beray, 50 ming o'tib beray deyishdi kerak. 11,5 milliondan olsin Optimga. Ha. Yana xayrini qilib beraman. 11,5 milliondan. Ha. 18 tani bir joyga oladigan odam bor hoji aka. Biz buni bitta ikkita oladi-da, Optim oladigan kam, urug'qa 18 ta kamdan kam oladi. Bo'ldi 12 million so'mdan tanlab olsin. 11 milliondan hammasini bir joyga bering, 12 milliondan tanlab olsin. 11 milliondan juda ona bo'lib ketadi hoji aka. Siz O'zingiz ham qo'yib yuribsiz. Narx-navoni ona qilib yuribsiz. Bering 11 dan hammasini bir joyga oladigan mavod. Bir joyga olishadimi? Hammasi bir joyga olsa mana barbar aka. Bitta ikkitaga hoji aka. Menga 12 dan qarang. tanlab olaversinmi? Ha? 12 dan. 12 milliondan yoqqanmi oyog'idan ushlab chiqaversin. Ana aka, 12 milliondan tanlab oling. Tavsiya qilaman akalar. Bu rolikka olaman siz keling, kelib ko'ring akalar qo'ylar. Mayda qo'ymas akalar, xudo xolasa hammasi yirik o'tgan. Qo'ylar yurib hoji aka, sovib, bemalol arpasini yeb, tayyor qo'chqorga hoji. Sovliqqa tayyor qo'ylar. Hansirab qolardi agar semirib ketganda. Tili osilib qoladi buni. 12 dan tanlab oling, 11 million so'mdan bir joyga 18 ta sakra yetkazib beriladi telefon qilaverasizlar. Hammasi sog'lom, garantiyasi bor. Mana jonivorlarni qarang. Bodom gullarini qarang. Keyingi akalar ikkinchi partiyamiz. Dumbalar cho'tki ekan bularni ham, ha? Hamma yo'g'i kelgan, xudo xolasa hoji aka. 600 oq kalla. Sifat darajasi lekin bulardagi kuchliroq. Ularga qaraganda, chunki hammasini rangi toza. bo'yi sal pastroq ular. Bo'yi sal pastroq, ha. Bular ham shu aksariyat ikkitishga o'tib bo'lgan. Ikkitishga o'tgan bular. Nechta soni? Soni 22 bosh, hoji aka. 22 bosh. Bo'ylari 90 plus akalar. Aqada dumbalar rangi bir xil ekan bularni kelishgan ekan. Shu oq yuz oq kellalaridan hoji aka mana jonivorlarni qarang. Yuzlarini. Bular ham shu ikkitishga o'tgan. Bo'l, ishlamoqchimi qo'ying, ishlar bilinib turibdi, ikkitishdan. Endi bu tashabdi-da. Bular ham akalar bitta turgan, arpa yegan, yurib turgan, sovigan qo'chqorlar akalar. Uncha qorin solmagan, sportivniy holatda. Mana qo'chqor ham uddar ekan shu o'rtadagi. Afg'onga chachishganlari bor hoji aka. Ha. Qancha qilib berasiz bularni bir joyga? Bularni bir joyga olishadigan bo'lsa, bularni shu narxini yangiroq qo'yib beramiz bularni. Xudo xolasa. Bittada olsin, bitta ko'rganda, sizlarni boshqa qo'ydi ko'rmasin, shaka kelsin ukan. Narxini xudo xolasa hoji aka bir joyda olsin buni 9 million 500 mingdan beraman hoji aka. Yashang. Hali 10 million, 10,5 milliondan deyishdi kerak. 10 milliondan yoqqan tanlab olsin ichidan. 10 milliondan ichidan tanlab olsin. 9,5 milliondan Optimga. Qaytarib qo'y bari. 9,5 milliondan Optimga ketaveradi. 22 tasi ekan akalar. 22 tasi Samarqanddan kecha akalarimiz so'rovdi mana. Samarqanddagilar tavsiya qilaman aka, olib boq, qo'ysangiz ham bor aka. Samarqandda juda katta qo'y boqishar ekan. Xudo xolasa so'yib bersangiz ham foyda qilasiz mana shuni. 9 dan bir joyga otalasizmi? 9,5 million so'mdan endi mana issiqda o'zimizni qiynab, qo'ydi qiynab, 1 soat savdolashmaylar deb bo'ladigan narxini qo'yyapmiz. Menga qarang hoji aka, yana telefon qilsa, xayrisi sunnat kamini qilib beraman. Telefon qilishaversin. Issiqda shunday qiling. Kerak bo'lsa, yaxshi gapirib, yarim pulga olib qo'yishsin. 9 milliondan bering bir joyga. Samarqandlik bir joyga olishadi. Xursand bo'lsa mana babaraka olsin. Yana kamini qilib beraman, bir joyga oladigan odam. Bir joyga oladigan yana o'tib berishadi aka. Oling endi mana shunday olmasangiz aka bilmani qo'ya olamiz. Qo'ylar yirik qo'ylar. 90 sm akalar plus minus. Go'shog'i ham salkam to'g'ri kelib qo'yaveradi hoji. Xudo xolasa. Yemlar endi to'g'ri asli go'shiga to'g'ri kelmaydi, lekin bu go'shga boqilgan qo'y emas-da, bu urug'ga boqilgan qo'y. Lekin yemlasangiz aka go'shtga olgan pulingizdan qimmatga sotasiz aka, aniq. Aniq qimmatga sotasiz. Xudo xolasa 100 kilo, 105 kilo qilib so'yganlar ko'ryapmiz, faqat boqish kerak endi. Hammasini dumbaraz rezlari kelgan hoji aka qo'chqorlar. Urug'ga tayyorlangan 9 milliondan 22 ta. Xullas akalar 9 million so'mdan Optimga hammasini siz xayri bor, tanlab olishga kelishadigan joyi bor, kelaversa. Dastavkasi Buxorogacha qilib beriladi. Qo'ylar aka o'ta chiroyli, rangi, turishi, bo'yi, sifati akalar, tirnoqlari o'sib ketmagan, oyoqlari qiyshiq emas. Urug'ga boqib, go'shtga boqsangiz ham akalar foyda qiladi, xudo xolasa. Sababini qilsangiz bo'ldi, foyda qilasiz. Hech kim ziyon qilmaydi. Qo'ylarimiz rangini qarang, tiniq. Bo'ylari 90 dan kam emas, akalar 90 dan baland. Sog'lanishini qarang bularni. Ham bo'ladi bunaqalar akalar Qirg'izistondan kelmayapti, yo'q-da. Ukamiz qaysi oyda olgandi? O'tgan yil shu sentyabr, oktyabrda tashlangan. Oktyabrda olgan. Qo'ziyda, unda kichiklar. Qo'ziyda, ha. Ha, yila qashti 1 yilga yaqinlashib 10 oy bo'lyapti, qarang. Like bosibdi, keyingidan ko'ramiz. Hali yana ham zo'rlari bor akalar oldinda. Keyingi partiyamiz akalar mana. Soni 13 bosh dedingiz-a? Ha, 13 bosh. Soni 13 ta.
Bular ham akalar nagilardan sal nimaroq. Bo'yi kichikroq. Hammasi o'sha o'zini holatiga yarasha hoji aka. Narxini shunga qarab qo'yilaveradi. qo'yilaveradi. Yengil qo'yiladi. Qayta. Bular ham shu ekishga o'tgan hoji aka. Bular ham ichish buzgan. Ha, bitta ichida afg'onimiz bor, afg'on shu shoxli variantida. Bularda akalar go'shtga boqsangiz ham borib qo'yadi. O'sha go'sht yo'nalishda narxini qo'yib beraman, jaydari qo'ydi narxini. Go'sht kapchi va? Ha. Soni 13 ta. Arashani Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Hammasi bitta yem, bitta yerda turgan. Faqat bo'yi basiga qarab, sifatiga qarab nima deydi, ajratib qo'yilgan. Bular ham akalar 90 bag'dagi qo'ylar, bo'ylar. Bo'lmasa kela olmasangiz o'lchab beriladi akalar. Ikkitasini o'lchab bering, bittasini o'lchab tashlab bersangiz, bo'yini o'lchab toshini berishadi. Endi hali 3 ta 4 ta sovlig'i bor, imkoniyati sal pastroq akalarimiz bor. Har xil endi hammani ham shunday har xil-ku. Shu puli yengilroq variantidan hoji aka. Qanchaga berasiz? Buni narxini xudo xolasa o'sha bir joyda olishadigan bo'lsa hoji aka, unaqa 8,5, 8 yo'q narxda gapirmaylik. 7,5 million so'mdan beraman hoji aka buni. Bir joyda olishadi. 7,5 milliondan aka. 7,5 milliondan bo'lib ketdi aka. Qarang mana katta qo'chqorlar. Ikki qo'chqorlar degan joyim akalar. Va hamma bir joyda oladigan bo'lsa hoji aka 500 mingdan bonus, 7 milliondan ketadi. 500 ming so'mdan bonus mana yoqqanini oyog'idan ushlab olsin 7,5 milliondan hoji aka. 7,5 dan tanlab olsin. 7,5 milliondan tanlab olsin yoqqanini oyog'idan shu. Rahmat aytasiz keyin. Bir oydagi maosh qo'ylab olsangiz o'ta arzonga o'xshab qoladi. 7 million so'mdan bir joyga hammasini aka. Buni sovlig'ini ham bermaydi 7 milliondan hoji aka. To'ppa to'g'ri. Xuddi shunaqa sovliqlar hozir 10 million. Xuddi shunaqa sovliqlar 10 million ustida bo'lyapti. Shunaqa bo'ydagi, shunaqa rangdagi sovliq qimmat aka. Lekin qo'chqor akalar go'sht qimmatda, baribir qassobga borsangiz sovliqni go'sht beringizlar. Ikkovini qaytarib kel. Qo'chqor so'yadi hamma. 7 milliondan tavsiya qilaman aka, oling. Bizga dehqonchilar sotaveramiz buni hoji aka. Ham kavob kuymaydigan narx bo'ldi. Xudo xolasa olib baraka topasiz. Rahmatingizni aytasiz keyin. Uka, rahmat, o'shanda olgandim, haqiqatan foyda topdim deysiz. 7 dan bo'lsa ketdi bir joyga. 13 degan son. Tanlab olishga 7,5 million terib tanlab oladi ichidan mana. Keyingi oxirgi partiyamiz akalar 6 dona. Oqidan, jigar bo'ri svetidan, sarig'idan, qorasidan bor ekan. Bular ham tish buzib qo'ygan bular ham? Bular ham tish buzib qo'ygan hoji aka. Bular ham tish buzib Ha. Go'sht yo'nalishida mana. Go'sht yo'nalishida. Go'sht yo'nalishida boqaman deganlarga kamdan bitta ikkita akalarimiz paqiqa yengil marosimlarga so'yishga ham bo'laveradi hoji aka. Xudo xolasa. Ha, olishaveradi. Son 6 dona. 6 dona. Xudo xolasa narxini arzon qilib beraman. Yo'q. Suyak katta qo'ylar. Hozirgilarda akalar endi hozirgilarda oldida kichkinada, lekin uncha qo'ydan katta bo'ladi. Ha. Hozirgi qo'chqorlar endi katta kichkina bo'lib chiqyapti. Ular haqiqatan endi 1 metrli qo'chqorlar chiqarganimizdan bular kichkina ko'rinadi ko'zingizga. Lekin bular ham 85 dan baland. Ha, shunday. 85 dan baland. Qancha Dostonbek oldi? Bularni hammasini bir joyda olishadigan bo'lsa, haligi 7 million, 6 million 800 ming unaqa yo'q narx. Hamma bir joyda olsa 6,5 million. 6,5 million. Ana. 6,5 million so'mdan kamini qilib beraman. Telefon qilishaversin. Kami bor. Bitta ikkitaga 6,5 millionni yoqqan tanlab olsin. Kamini qilib beraman hoji aka. 6,5 million. Bitta ikkitaga 6,5 millionni oling. Hammasini olsangiz yana xayri bor ekan aka. Oling mana. Shunda ham olmasangiz bilmadim aka. Bular oyoq qo'l uzun katta bo'lib ketadi. Yemlasangiz boru yoyilib ketadi qo'ylar. Bitta oqimiz chiqib ketib qoldi. Men oqni ham o'zini ko'rsatdim. Oqam ruqqa juda yetadi. Yurishini qarang jonivordan. Oling aka mana zo'r narxda 6 million so'mdan aka shikolat bir joyga olganga ketaveradi. Tavsiya qilaman. Ekranda nomerlarni qoldirdik, aloqaga chiqing. Bo'yini o'lchab bering, ikkita olaman, bitta olaman deganga holatiga qarab kelishtirib berishadi. Biz aytganlar hammasi optim bo'lyapti akalar. Bitta ikkita oladigan ham telefon qilavering. 4, 5, 6 oylik Qirg'izistonda yaxshi qo'zi qo'chqorlari ham hoji aka 5 million, 5,5 million bo'lyapti. Shunaqa. Mana uni 10 oylikdan o'tgan ekishga chiqqan qo'chqorlar 6 million so'mdan olsin mana ko'ngli ko'targan. To'g'ri. 5 milliondan aka hozir yemlasangiz sira yetilib qolmaydigan qo'chqor. Yetilib qolmaydigan qo'chqor beryapti 5 million so'mdan. O'zimiz sotyapmiz, qo'zisini sotyapmiz. 6 milliondan yemini yeb turgan badani semiz, xotirjam so'yaveradigan qo'chqorlar. Yemxonaga qamab qo'ysangiz ham bo'laveradi bular. Shu akalar sog' bo'linglar, hamma ishlar Alloh barakasini bersin. Kelaverasizlar. Tirab sotishmaydi Dostonbek, kelsangiz. Qo'zisidan so'ragan odamga hamma turidan bor qo'ydi. Ha. Kelaverasizlar akalar, sog' bo'ling. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Issiqda o'zingizni ehtiyot qiling, bitta like bosib qo'yasiz, arzimas mehnatimizga. Salomat bo'linglar.